Allohim, farzandlarimni o'zingni eng suyukli bandalaring qatoridan qilishingni so'rayman. Ularni ummatga manfaatli qilgin va to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Ularga o'zing rozi bo'ladigan hayot nasib etgin. Ularni kuchlilar, quvvatli va taqvodorlar safidan qilgin. Ularni seni rozi qilishingga intiladigan va sendan qo'rqadigan odamlar bilan o'ragin. Ularni toqatidan ortiq sinov bilan sinama, Robbim. Ularga o'z huzuringdan ko'plab manfaatli, robbaniy ilmlar hamda yuksak faxri farosat ato ayla. Ey Robbim, ularni yolg'iz o'zingdan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj etmagin va ularni o'zingdan boshqa biror kimsaga va boshqa biror narsaga yor etma. Ularni shokirlar, tavabbinlar va zokirlar qatorida qilgin. Ularni sening oldingdagi burchlarini ado etishda sobit qadam qilgin.